Shunaqa to'rtburchak balonda avtomobil haydab ko'rganmisizlar? Balonni shunaqa qilib qo'yib yurishga ishqibozlar. Azotdan maslahat beramiz. Sababi odatdagidan 2-4 atmosfera balandroqdan o'raslar, yoni yerga tegib oqarib qolmaydi. Balonlaring doim qop-qora yuraveradi. O'sha havolarni siyapti. Avtomobilda balonni qoraytirib yuradigan haydovchilarga azot tavsiya qilamiz. O'zimiz Rishtonda avtolayinda balonlarga havoni sorib tashlab azotlanmash xizmati mavjud. Kelib bemalol azotlanma to'salaring. Yumshoq yurishligi uchun 2-2 qilib mana azotlanma olyapmiz. Xudo xolasa yozda yumshoqqina yuramiz. Havo sovishi bilan yana oddiy havoga alishtirib olamiz. Xizmat avtomobilga qarab 60 ming so'mdan 100 ming so'mgacha ekan kelaverasizlar.